birinchi bo'lib kundalik xotiramni o'qigan odam men uchun xotir yozgan odamdir. U mening barliq maxfiyatliklarimni biladi. Shung u bu dunyoda qalbimni hammadan pek tushunadigan odam. Men bo'lsam bir oddiy qiz, biroq u odatdagi bir yanchiqchi. Ya'ni o'g'ri. Men o'g'rini yaxshi ko'rib qoldim. Murat. Keldingizmi Roşen? Bek talaylik siz. Biz yeni bir naqshni ishlab bitkizdik. Anlab beqin qandaq? Nəhayət yaxşı. Murat. Baya bir o'g'ri. O'g'irga uchrab qoldingizmi? Sumkangizni kesitibdi-da. Yana birini elib olsangiz bo'lmadimi?
똑같은 구분 학심에서 옆에 들어가. 에이, 보라. bir şey durib alan. Başlamda. Qanamsa, boshlayli. Tayyor oldinglarmi? Tayyor. Ha, yaxshi. Hammamiz tang boshlaymiz amsa? Yaxshi chal. Boshlaymiz amsa? Diqqat. Ali. Bu yerdeki ifadəng nəhayət yaxşı oldu. Cəmiyyətə çıxqandan keyin qalaymaqa işlərdən qol üzüb, yaxşı adam oluşqa tirişqan, ha? Rahmet. Xoş. Xoş. Hadi. Qaytib keldingmi? Qaytib kelib yaxshi qilding. Sapsaq turibdi men qo'y. Yo'ldishing Hilimi seni uramdi. Yo'q. U burunqi ishlar. U hozir men xili kuyinadi. Bo'ldi ukam. Sen emdi qaytib kelding. Qalayimqan xiyollardi bo'lma. Bugun qaytib kelishingni o'ylamabdi ekanman. Aram elavag'in, sen tamoq etib beray.
Qo'sog'ing ashqanda tamg'ani ye. Beşinizden az ısık soğuk ötmeptiken kızacak. Men Mangay Roshan. Şinjan tolumu kichik, bek chet joy. Men Beijingga berip cho'qim yo'l topaman. Qiz o'g'illar o'tirisidagi shaxsiy do'stlikning muvaffaqiyat qozonish yo'limdagi to'salg'i bo'lib qolishiga qarab turmasligim kerak. Shuncha ishqim bilan kuygandim u men sana. Men kasbda muvaffaqiyat qozonish uchun ko'ngil qo'yib izlanishim kerak. Mehrim bilan suygandim u men Xeyr xo'sh. sana. Aman bo'l. Shuncha ishqim bilan kuygandim u men sana. Shuncha mehrim bilan suygandim u men sana. Tashlab ketding meni yiroqqa, qo'yding meni cheksiz azobga. Tashlab ketding meni yiroqqa, qo'yding meni cheksiz azobga. Keyningga yana bir qara, sana shuncha talmirgan mana. Keyningga yana bir qara, sana shuncha talmirgan mana. Sen mana Hazır men bu cihanda sizni hammadan bek tushungan odam. Sizni cho'qim topaman.
Voy. Men. Hozir avtobusga ketib boraman. Ha, to'g'ri, hozir yetib boraman. Saqlab turinglar, ha. Va yo'lda qisqanchilik mashina mangmayotdi. Ha, bo'ladi. Ha, xaridor kelgan bo'lsa saqlab tursin. Men hozir yetib boraman. Ha, bo'ladi. Ha, bunda shu bahor bo'laverdi. Ha, ma'qul, ha. Hey. Ben öte olay. Göreceğiz. To'xtag'ina. Ya, to'xta. Ne bo'ldi? Ha? Gel bu yoqqa. Nimda bizning ishimizga aralashsa? Ha? Qo'linglar bak astiga. Hammamiz bir kasbdagi odam turib, ishni qarab turib buzding-ku, ha? Ular bosh qilatmaymiz. Sizlar meni qo'yinglar. Meni qo'yinglar. Sen işi aralashamsa? Stop gina. Tasana. Tipa qo'yib tez. Bundan keyin men hushini tepib shu juma balanza, ha? Anladingmi? O'shani yig'ibchi. Hadi. Qo'y. Asqar So'jan. Yağlı mevzini qilma. Kim so'janki? Hey, jiddiyleşme. Biz sen bilan paranglashaylik deb chaqirdik. Chiqqaningga 2 hafta bo'lgandi. Nima ish qilyapsiz? Biz sana iş tepireylim ya, ha? Ali. Yo'q, avaromanglar. O'zim topaman. Cho'qim manga loyiq ish tepiladi. Aldirapmi ketma. Biz o'qish beramiz, ha? Rahmat Asqar aka, rahmat. Menga rahmat aytmay. Buningdan keyin yomon yo'lda mangmisanglar, men shunidan qo'shilaman. Ma'qul. Xo'sh. Sen mitti? Ha? Nima? Hech nima. Buni ko'rayotgan edim. Buni yoqtiramsiz? Undaqa emas. Naqshlari intayin yaqinliq. Emas anglab baqay. Qo'yib beray, anglab beqing. Anglamamsiz? Siz anglamsiz? Men Menimcha sizmi anglashni xohlamaysiz? Nimishqa bu xil tuyg'uga kelib qoldingiz?
Bilmayman. Bu chiroyga sapsilib qarab beqing. O'zingizmi chandiriryapsiz. Yana shunday his qildimki, bu odam boshqalarning muhabbatini chin va go'zal deb bilmaydi. Aksicha, u cho'qim o'zining muhabbatini bebaho deb qaraydi. Shunga uning muhabbati xuddi tushdek, go'yo ko'kdagi bulutdek yugansiz. U bir qizning qalb dunyosiga kirib, uning nimani o'ylaydiganligini, nimaga intildiganligini, nimadan ko'ngli xush bo'ladiganligini, nimadan ko'ngli yerim bo'ladiganligini tushunishni xohlamaydi. U bir qizning o'g'il bolaga qaraganda shirin tilaklarga texmi muhtoj ekanligini o'ylabmi yetolmaydi. Kechiring, men gapni sal... Men ömrümdə bundaq ko'p so'zlab baxmagan. Faqat boya sizni uningga qarashni xohlamaganligingizni ko'rib, tuyg'umning to'g'ri ekanligini his qilib, shunga men... Rahmat sizga. Menga rahmat demsiz? Siz menga rahmat desangiz, nima deyishimni bilmay qilyapman. O'g'illar sizdek bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Boshqalarni tushundikansiz. Nimaga kulasiz? Hech nima. Boyaman, bir oz. Siz nerede ishlaysiz? Men asli bir shirkatda ishlaydim. To'g'ri, shirkatda. Xo'jayin hamisha shirkatdagi qizlarni bo'zaq qiladi. Men ochchig'imda uni rosa tillab istifa berdim. İsmingiz nima? Ali. İsmim Roshan. Men ismingizni bilib bo'lgan. Men sizni bir yerda ko'rgandek qilaman-ku. Siz tunugun ko'chada bir qancha yanchuqchilar bilan ilishgan. Yanchuqchilar bilan ilishgan. Sizmi? Haqiqatan botirkansiz. Kundalik xotiramga tunji muhabbatimning barliq jarayonlari bilan ichki hissiyotlarim xotirlangan. U xotiramni ko'rdi. U mening boshqalarning so'ygi jannati bo'lishini o'ylaganligimni, oxirida buning bir tush bo'lib qolganligini biladi. Shunga uning so'zlari meni o'ng'ayli ta'sirlantirdi. Ras. Ko'nglim eridi.
yurtimda o'tgan ko'ngilsiz chog'larimni unutib, pak muhabbat gulini texnik ko'rikilib echildirishga intilibman. Kompüterda 2. dereceli diplom bağlarını alınız. Siz qancha yil o'rgandingiz? Rahmat sizga. Nima uchunligini deb bilamsiz? Kajirim, biz taklif qiladigan ammonlik saqlovchining xizmat o'rniga chiqish kelishkisi bo'lishi kerak. Bo'pti. Bo'ladi. Men at ko'rishay. Bugun vaqtim yetmaydi. Ha? Odamimiz to'liq chiqib ketadi. Ma'qul, shunday bo'lsin. Kim? Oy, Yaxshimisiz? kiring. Chiroyingiz boshqacha turdi, og'rib qoldingizmi? Yo'q, charchab qoldim. Sizni amroqkan deb qo'g'in ag'ash keldim. Ta'mi qandaqroq ekan? Akilang, men tilay. Ajab tatlı ekan, ha? Xizmat topolmadingizmi? Bo'pti. Hech qisi yo'q. Sizning meni bekatalatgan deb qilishingizni xohlamayman. Oilangizdagilarning qizimning yurgan yigiti tuzi xizmati yo'q bola ekan deb xafa bo'lib qolishidan ansirayman. Navoda qo'shilmasa siz men qarmaysiz. Rostla ahmoq ekansiz. Siz o'zingizga ishonmasingizmi, menga ishonishingiz kerak. Sizni qandoqmi tashlab etaman? O'zingizning yaxshi yigit ekanligingizni bilmamsiz? Men undaq ahmoq emas, shundoq yaxshi yigitni haqqa o'tinib beradigan.
Bo'ldi, tasalli bermang. Sizga tasalli berganim emas. Siz boshqalarni tushunasiz. Boshqalarga ko'ngil bo'lasiz. Men degichilar ko'nglimdikini bilib bo'lasiz. Meni xuddi ko'z qarchug'ingizni asragandek asraysiz. Ayting, sizdan ayrilib ketishga ko'zim qiyamdi. Ishonamanki, cho'qim xizmat topa olasiz. Tirishsangizlar muvaffaqiyat qozona olasiz. Menga haqiqatan kuyindi ekansiz. Sizga men kuyinmasam kim kuyinadi? Siz menga kuyinsangiz mangu rozi bo'laman. Bugun men shuni bildimki, u men bilan mangu birga o'tish uchun cho'qim bir xizmat bo'lmaydi deb qaraydi ekan. Shuni u nurg'un yerga qatirab, teksini yegan bo'lsa-mu, biroq yana yo'l mengib etibdi. Kechiring. Bildim, yana topamabsiz. Yuring. Necha kundan beri bek charchab ketdingiz. Bugun men sizni obdan mehmon qilib ketib qo'yay. Biz taklif qilib ishlatadigan bu bir turkum gazet jurnal taqatquchilar asosan ish o'rnidan qolganlar qartilgan. Biroq Asqar sizni tanishtirib, oila ahvoli bir qadar favqulodda dedi. Shunga gazet jurnal taqatish japaliq ish. Cho'qim ideviy tayyorligingiz bo'lishi kerak. Chiroyingiz bir qismi turamdi qandaq? Ha? 2 kundan beri zukam bo'lib qopti. Lekin teni nihoyat sog'lom. Bundaq ishkanda. Sizdan yoshirmayman. Men yaqinda emgak bilan o'zgarib chiqdim, o'g'irlik qilgan. Menga bu fursatni berishingizni umid qilaman. Men cho'qim tirishib ishlayman. O texi bala. Hamoqatlik qilib, ba'zi bo'lmag'ur ishlarni qilib qo'yibdi. Azmaydigan kim bor deysiz? Azg'an ekan, uningga to'g'ri yo'l ko'rsatib, qayta odam bo'lish fursati berish kerak-ku. Bo'pti, jasoratingiz bor ekan. Qarshi olamiz. Naqsaq bo'g'lik. Bo'lsa-mu ishga yordam qilgan bo'lsanglar. Hey, Ali. Ajab vaqtida keldingiz. Sizni izlayib turgandim. Men tanishtirib qo'yay. Bu ishqisi mening saboqdishim. Bir shirkatda kadrlar xizmatini ishlaydi. Ular sizga yordam qiladigan bo'ldi. Bo'ldi, men xizmat topdim. Rasmi? Xizmat topdingizmi? Nada? Pulana e'lon shirkatida. Bek yaxshi bo'pti. Agar rozi bo'lmasangiz bizning shirkatga kelib ishlang. Siz Ro'shangulning do'sti ekansiz. Ajit yo'q. Hozir qishimmi bo'ladi? Sizlarni ovora qilib qo'ydim. Qo'shamsa. Arzimaydi. Baqilabsiz. Ketrasizlar. Xo'sh. Xayr, xo'sh. Men sizga cho'qim ish topa olaysiz degandim-ku. Siz bo'g'ashqalar ishlarim yurishyapti. Bu sizningki. Bu sizningki. Yo'q, bu sizningki. Rahmat sizga. Arzimaydi.
Kim o? Men Roshangul. To'xtab turing. Roshangul, kiring. Ishni ajab o'zinda ochdingiz-ku. Men uxlayotgan edim, uxlatdim. O'rin. Havo bekmi isib ketdi. Sizga kostyum burilka olgandim. Kiyib yiqing. Avar olup. Aynak qarab yiqing. Ajabmi yarashdi. Qaltis bo'p ketdingiz. Ati ish qilmang'icha. Buni kiyiling. Birinchi kuni ishga tushganda yaxshi ta'sir qoldiring. Bu mening cho'ng bo'lib birinchi qitim lag'man etishim o'xshamay qolsa, mendan ag'rinmangchimi? Yana qizig'im bek ichib ketdi. O'xshimisimi yeyaveray. Ali, nim bo'ldingiz? İçimde hoş buluvatıman. Menmi xo'shal. Yo'q. O'zimning xizmat topganligimdan emas. O boshqa bir gap. Sizning tamoq etkiningizga qarab, men tuyuqsizla opamni eslab qoldim. Undaq emasdi. Ras Roshangul. Uy tamog'i yemigili men xeyli uzun bo'ldi. Dadam opam ajrashib ketgan. Ular o'zlarining kunini ilib, adam ikkimiz bilan kari bo'lmadi. Adam bana bak kuyunidi. Mana bugun men xizmat topdim. Yana siz etib bergan lag'manni yedim. Endi mening andisham yo'q. To'liq xushal bo'lyapman. Bo'ldi, bearam bo'lma. Bu texi birinchi qitimlig'i. Endi umr bo'yi sizga tamoq etib beraman. Endi tamoq yeyli ati ishga borasiz dahi. Roshan. Nima? Men cho'qim yaxshi ishlayman. O'zimning kundalik xotir yozishimni o'ylamabdi ekanman. Aqal, qaysimiz tez taqib qo'limizga qani? Chetaq yo'q. Xo'sh.
Bugun iş bitishgan qandaq bo'ladi ekan? Nayt yaxshi. Şirketning telefon nomeri qancha? Ish bo'lsa sizga telefon beray deyman. Şirketdə bir qanchamiz bir telefonni ishlatamiz. Kasbdan nayt ko'p telefon aldirash. Bundaq olsun. Bir necha kun o'tgandan keyin men chaqiruv esonaman. Shu chaqda meni qachon chaqirsangiz bo'ladi. Oy. Ay. Sta. Ma işni. Aka, bu yerda velosiped remontxonasi bormi? Bu atrofda yo'q Juma ukam. Mayli bo'ron chiqsin yoki yomg'ir yog'sin, sari soat 9 dan burun gazetlarni mushtarlarning qo'liga cho'qim yetkazishinglar kerak. Ustam, men gazet to'shig'ichi. Velosipedda mishada turib tursa, gazetlarni operativlik qilaman. Sizga topshirdim. Turib tursin. Rahmat sizga. Rahmat. Taksi! Taksi mashinada gazet to'shig'ini faqat ko'mabdi ekanman. Qanday olib ketib bordi bu jahon? Ustam, necha pul bo'ldi? 52 qo'y 5mi? Mana. Rahmat. Bo'ldi. Rahmat ustam. Jigit. Opirib qo'yay, haqsiz. Rahmat.
Ali, hammadan yuqori maash oldingiz, mehmon qilasiz. Oy, pastga. Cho'qi mehmon qilmasang olmaydi juma. Bo'ladi, chataq yo'q. Men avval Pastga. bu xush xabarni qiz do'stimga yetkazay. Qiz do'stingizni chaqirib keling, birga o'ltiraylik. Ha, bo'ladi, chataq yo'q. Ma'qul. Xo'sh. Siz Men hozir haqiqiy tushundimki, qanchaki milliyligi bo'lgan siri dunyoga shunchalik to'niladi ekan. O'tgan ishlarni eslasam kulgim keladi. G'arbning musiqalarini do'rashini bilib ekanman. Faqat istiqboli yo'q. Hozir davlat g'arbiy qismini etishni o'tirib qo'ydi. Bu bizdek musiqa bilan shug'ullanadiganlarga yaxshi fursat. Bu qatam men qaytib kelib, Şinjanning milliy musiqasi bilan tabiat manzarasi birlashtirilgan MTV plastinkasini ishlab chiqdim. Men bu qatam cho'qim g'alaba qozonaman. qachon qaytib keldingiz? Bir oyning oldida. Biroq xizmat aldirash yo'g'ashqa udulli tuvanga berib film ishladim. Siz bilan ko'rishishga vaqt chiqaramay qoldim. Roshan, sizni hech qachon esimdan chiqarmadim. Siz izchil holda qalbimdagi eng oq ko'ngil, eng nazokatlik, eng go'zal qiz bo'lib keldingiz. Biz hammani qaytadan boshlaylik. Taksi! Ustam, egri kömey ageniz to'shig'iga yetsangiz. Yaxshimisiz? 989-97 chaqirvasangiz. İsmim Ali. Telefon qaytursin. 282 56 87. Rahmat. Dokuz yüz 89-97'ni çakırvasanız. Ali. O 126 stans arkalık 2113 ne çakırsın. Tügedi. Telefonu varsan bulam da. Uy ve. Rahmet. Dokuz yüz 89-97'ni çakırvasanız. Ali. Xabaringizni taqatsizlik bilan kutyapman. Tezroq telefon qaytaring.
Telefon numaram 287 72 76. Bey, Roşema? Ben onun bir dostu. Rahmet dede, onu ben çakırgıda çakırayım size. Hoş. Voy. Yaxshimisiz? Xat bo'lmay, Erkinni chaqirib o'ting, ha? Ha, Erkinni. Ha. Yo'qmi-ki? Ha, rahmat, xabar qildim. Aladigan adam yo'q-ku? Әмсі сәл тұрып ұрайлы. Ma'qul. Chaqirg'imga telefon qilib ekansiz. Roşen, ben qasdan qilmadim. Tushuntirishimni angla. Mang'ash paranglashaylik bo'ladi. Yur. Ali, men sizdan ko'mayman. Gezitxondagilardan surishtirdim. Xizmatda astoydil ekanligingizni bilaman. Yana taqtish namunasi ekansiz. Intayin xo'shal bo'ldim, faxrlandim. Sizni to'g'ri tanlab ekanman. Qanday xizmat bo'lishi bilan karim yo'q. Menga yolg'on aytganingiz uchun xafa bo'ldim. Sizni xafa bo'lib qoldi deb o'ylab, yerim kechagacha izladim. Chaqirib ursam qaytarmadingiz. Murat qaytib keldi. Murat? Qaysi Murat? Yiliq naqshchi. Tushundim. Asli mundaq ekanda. Onu bilan bilmadingiz? Ha, Murat meni izlab beribdi ekan. Tushundim. Kechiring. Avar qildim. Hay. Nima uchun uning bilan birga bo'lganimni so'rab baxmaysiz?
Mening so'ra salaytim bormi? Siz degan mening yigitim. Nemishqa salohiyatıngiz yo'q ekan? To'g'ri. Men sizning yigitingiz. Biroq men to'p-to'g'ri 4 soat xabaringizni kutdim. Kechiring. U bir narsani yo'qotib qo'yibdi. Kayfiyat yaxshi emas. Ko'p ichib oldi. Qo'limni tutib elib zarlandi. Men sizga telefon qaytaray desam, lekin menga imkoniyat bermadi. O'z sevgini yo'qotib qo'yishdan qo'rqmagan odam bir narsasini yo'qotib qo'ysa qaqshamda. Muhabbatni qadrlamagani bilan o'z kasbini qadrlaydi. U amnili ishlab bitirgan naqshlarning ana lensini birsi o'g'irlab olibdi. Ajab yaxshi bo'pti. Ba'zilar uning naqsini voydab ketadigan taqa. Sizga ana lent yutib kelsa, qayta ishlashga o'ng'ay. Biroq aşı plastinkadan boshqalari foydalanib kelsa, onun cho'ng ziyon bo'lmamdi. Aran deganda mablag' sog'ichini tepib nashr qildirmoqchi bo'lganda. Sizni hech tushunmadim. O dilingizni ranjitgan tursa, uning ishlaridan ansirganingiz nimasi? Siz dard tatgan chog'da u nima dedi? Aroq ichdingizmi? O nima yo'qotib qo'yibdi? Do'nko'rik atrofida. Qachon? Bugun tushdan keyin. Buni so'rab nima qilasiz? Taksiga o'tirib uyga qaytib keting. Uyingizga telefon berdim. Apingiz ansirab qopti. Yur. Sizchi? Qiladigan azroq ishim bor. Xabarimni kuting. Tez qaytib keting. Yo'lda diqqat qiling. Adamni ansirtib nega bordingiz? Qarang arzigul odamga. O seni yana urdimi? Ali! Ukam! Ali! Ali! Hey! Yana adam uramsan. Ali! Ali! Meni qo'ytamsan. Meni qo'ytma. Sen nimadan? Qo'ytma. Meni urishib ketdingmi? Unutib qolma, sen degan yanchiqchi. Tirmay kirib chiqqan o'g'ri. Qanday? Vajon! Vajon! Sho'mash qilintini topalayman debdigan-sizda. Roshan, to'xtab turing. Roshan. Meni aldabsiz. Meni qachongacha aldaysiz? Meni yana qanday aldamoqchisiz? Meni bek umitsizlantirdingiz. Umitsizlantirdingiz.
ishqi bunday qilasiz? Men onun kündəlik xatirəsini gördüm. O meni haqiqiy yaxshi ko'radi ekan. Qaranglar. Elini açaq degan mijoz yo'qmi nima? Keldilar. Kela o'tira. Ali. Ali. Gap qila. Yaqin yoqqa nima bo'ldi, ha? Nima gap bo'lsa? Bizga degan jima. Muhabbatda kelishmaslik yo'liqdingmi, ya? Bizga dajimo, yordam qilamiz. Ha, şöyle. Biz xizmatdosh bo'lganligini yordam qilish kerak, Yordam qilamiz. Oy, sayrab ketdi-ku. Men telefon olay. Vay. Ali aka, lentini kimning ağaligini bildim. Hergizmi meni dedi deb sanmang. Ma'qul. Nur aka, yaxshi turgansan. O'lib qolmadim. İşim olmasa ket. Bu yaxshi odamlar turdigan yer emas. Yaqin bir do'stim bir narsasini yutirib qo'yibdi. Mush yerdimikin deb so'rab keldim. Qandaq narsa? Sanalg'u lentisi. Yo'q. Ket. Boshqa narsa bo'lsa-ku mayli-di. Lentini menga bergin. Ali, necha yoshga kirding? Nima bo'ldi? Yana qanchalik yashay deysa? Nur aka, Kimsining akankan? Ko'zimdan yo'qol.
Bugün lentini almasam ketmeymen. Ölüm aldırdım kilovattamsa? Murakka, qarama. Kendiniz qarama. Yürü lan. Rahmet sana. Şu tapda qandaq minnettarlık bildirishni bilmeyotdim. Men seni deb qilmadim. Hammani ro'shan uchun qildim. Buningdan keyin uningga kuyin. Men uningga loyiq emas. Xayr xo'sh. Ey, nima deyapsa? O seni yaxshi ko'rdi. O o'z og'zi bilan menga shundoq dedi. Menga hammani deb berdi. Yurakli qoldi qo'g'la. Muhabbat degan jangga o'xshash. Fursatni tutib hujum qilish kerak. Roshan. Buni Ali sizga sovg'a qildi. Uni kechiring. U sizga yolg'on aytmasligi kerak edi. Xo'sh amsa. Hey, sizni suyman. Yo'q, xato deb qo'ydim. Ali sizni suyman dedi. Men. Xo'shamisa.
Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak. Rahmat sizlarga. Biz qaytaylik. Jinola. Hammamiz qaytaylik. Xo'sh, Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugün men apamga muhabbetlashdim dedim. Men onunga men bir o'g'irni yaxshi ko'rib qoldim deganimda u qo'rqib ketdi. Mendan qizim, "Nimishqa o'g'irni yaxshi ko'rib qolding?" deb so'raganida nima deganligimni bilamsiz? Men chunki u qalbimni o'g'irladi. Men endi uningdan hargiz ayrilmayman dedim.